Lattalanmasdan uydagilaringizga yetarsiz. Ya kim latta? Bugun aniq aytaman. Ay dada. Sen hali qizlar bilan gaplashadigan bo'lib qoldingmi? Qo'yag'i kim bu? Dada bechorani hech kim yo'q ekan, ko'chada qolgan ekan, o'shanga asrab oldim. Nima? Hayvon, qo'lingdagini ber, sovqatgandir bechora qizim. Yuring qizim. Popoxona. Dada bechorani qo'llari muzlab ketgan, qarang, ko'chada sovuqda qolib Voy ketdi. bechora. Dada o'zim istaman. Ya sen nos chekkansan hid urib qoladi. Qani? Dada qarang, bechora 3 kundan beri ovqat yemagan. Voy bechora ovqat yemaganmi? Ol qizim. Ol qizim, o'n tiq. Tiq ol qizim, ol. Tiq, davay, tez bo'l. Qanaqa ashula eshitasiz, jon? Sheragada eshitaylik oltin qanot. Aşkım, valschilik. Darmayet, nima qilyapsan? Mashtuz og'riyaptimi? Dada qarang, bechora kasal, yelkalari og'riyapti ekan. Tog'dan saldabki o'zim masaj qilib qo'yaman. Mana bu xona spalni. Dadasiga tegishli. Dada bechorani uyi yo'qda ko'chada yotib yurgan, shuning uchun uylarimizni ko'rsatib chiqayotgandim. Yuring qizim, orqa tarafdan ham ko'rsataman. Yuring. Dadamga bugun aniq aytmasam bo'lmaydi. Ye? Tirnoqlaringizda bunularni kavlab qo'yasiz. Albatta. O sen dadamni oldida nima qilib o'tiribsan? Uyalmaysanmi? Baqirma yenga. Voy, Guli, sendan kutmagandim lekin. Sansiraman yana. Merimiydi to'da ko'lda qilamiz, a? Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü. Ya o'g'lim, kakras o'rtog'ing keluvdi. Yaxshi-ku dada. Singlingga sovchilikka kelibdi. Voy iflos, qaysi yuz bilan kelding? Men seni qanaqaliging bilaman-ku. Men ham seni bilaman. Xohlasang dadangga aytaman. Menga qolsa bir tomondan singlingni g'ir beganaga bergandan ko'ra o'zingni o'rtog'ingga berganimiz ham yaxshi. Ishonchli. Nima deysan? Endi dada yoshingiz katta, kim qanaqaligini yuziga qarab bilib olasiz, to'g'rimi? Ha? Ha, o'rtog'ing zo'r bola. Ha, endi o'g'lim odati shunaqada bitta savollar bersam maylimi? Mayli, dadajon. Dadajon? Dadajon? Sen o'g'lim bo'lib turib biron marta dadajon demagansan, iflos. Tur jo'ra. Sen o'zingning dadangni ham hech qachon dadajon demagansan-ku, mol. Dadajon, choy ichamiz? Eng asosiy savol. Ichasizmi? Erkakmiz, ichaman. Nima? A? Qasam ichaman. Qizingizni bir umrga baxtli qilishga. Baraka toping bola. Keling, sizni bir bag'rimga bosib qo'ying. Bolam. Sigaretmi? Ha, hokkes. 100% seni sigareting bu. Topolmasinlar deb o'rtog'ingga berib qo'ygansan, ha? Boring qol. Mana shu o'rtog'ingizni bir urishib qo'ysangiz bo'lar ekanda, men hech tarbiya qila olmayapman. Mayli dadajon, o'zim urishib yo'lga solib qo'yaman. Qaynakamni. Endi o'g'lim bo'ladigan ishi bo'lgani yaxshi-da, to'g'rimi? Cho'zin nima qildik? Qani bo'lmasa, To'xtang dada. Shoshilib nima qilamiz? Singlim o'zidan ham biroz so'raylik. Singlim aqlli, yaxshilab o'ylab ko'rib, keyin qaror qabul qiladi, to'g'rimi? Ha, dadam nima desalar shu, meni qarshiligim yo'q. Borunga kelin boshqa ibo bilan kelibdi.